Eh, men bir o'zimman. Shuncha boylik, shuncha mehnat. Salom do'stlar, bugun men Gatsking. Bu mening qurgan bazam. Bu yerda ko'plab modlar bor. Bilasizmi, bu yangi обновление, bu 1.21.130 versiya. Bu yerda men hamma narsalarni topganman, EMIA sistemagacha. Ko'p narsa ko'rganman. Bu ko'plab narsalar, lekin shunchalar narsalar meni zeriktiryapti. Nimaga deganda bu olamda men bitta o'zimman. Bitta o'zim. Bilasizmi, menga odamlar kerak o'ynash uchun. Bu serverda server emas-ku, men oldingi akkauntim udalit bo'lib ketgan. Bunaqa. Xullas, ko'p problemalar bor. Shuning uchun mana shu nelarda yuribman. Serverga kelsak, Mozcraft serveriga kelsak, u server bu versiyada ishlamas ekan. Sigin akkaunt ochgandim, u ham. Unga ham kirgandan keyin Mozcraftga kirmay qoldi. Barcha umidlarimni chilparishim bo'ldi va hamma modlarni olib men bitta dunyo yaratdim. Bu o'sha dunyo. Bu yerda Sugar Kamush fermasi, bu yerda Creeper fermasi, bu yerda Raid fermasi. Bu sortirovka, u bundan ko'ra yaxshiroq sortirovka qiladi, ammo buni oldin ko'rganman. Bu ko'rganimdan keyin buni olganman. Bu yerda men hamma villagerlarni kuchaytirib, men bu sehrli narsalargacha olganman. Hammasi. Bularda mending bor, shuning uchun ishlatilmagandek bo'lib turibdi. Levellarim to'plagan, hamma narsam shularga ketadi. Bu yerda temir ferma, bu yerda o'zim kashf qilgan ferma, oddiy ferma. Bu tugma bossangiz, bu redstone signal beradi. Bu yetmay qoldi, shuning uchun buni qo'yib qo'ydim. Bu yerda suv bor. Suv quyiladi, keyin yana bir marta bosgangiz signal berib suvni oladi. Bu hammasi pishgandan keyin mana shu knopkani bosaman, keyin yana bosaman va mana bu yerda narsalar paydo bo'ladi. Bitta bu o'rmonlarni men ozgina cheatdan taylab oldim. Nimaga deganda men o'lib ketmoqchi edim vedma tufayli. Agar bu nima desam bo'ladi hozir. Bu mening YouTube kanalimda birinchi videoyim bo'ladi. Hozircha shular va sizlarga hozir Sigin akkaunt ochgan odamlar uchun druja tashlashni o'rgataman. Hozir men bilan birga bo'ling. Mana biz chiqib ham oldik. Sigin akkauntimiz yo'q, mana Sigin akkauntimiz bor. Mana bu yerda Sigin deb qo'yadi. Agar Sigin akkauntingiz yo'q bo'lsa, shu yerda knopkani bosasiz, keyin Minecraft saytiga kirib oladi, Microsoft. Keyin shundan
akkaunt ochib Minecraftga qayta kirasiz. Keyin xohlasangiz play buttondan xohlasangiz o'yin o'ynab turgan paytingizda tuzib tashlashingiz mumkin. Men hozir play betadan ko'rsataman, play buttondan ko'rsataman. Keyin bu yoqqa kelgandan keyin mana bu yerda bosamiz. Bu yoqqa kelgandan keyin mana menda o'zim tashlagan odamlar bor. Bu yoqqa kelgandan keyin mana bu yoqqa kiramiz. Vidvinitskani. Hozir biroz muammo bo'lib qoldi. Topdim. Uzr. Mana buni bosamiz. Chiqa qol. Mana buni bosamiz. Buni bosgandan keyin mana bu yerga kiradi mana. Keyin mana buni bosamiz. Va bunga menga duja tashlamoqchi bo'lganlar God's King deymizda. Orqasiga 7 ni qo'shib qo'yamiz. Keyin yuboramiz. Mana bittagina o'zim bo'lib chiqaman. Bosamizda mana bu yerda add bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Bu yerda add bo'ladi. Addni bosamiz, keyin added bo'ladi. Men onlayn paytimda sizlarning druzingizni olishim mumkin. Hozir onlayn bo'lmaydigan odamlarning hammasini o'chirib tashlaymiz. Sizlar duja tashlaganlaringizni bilishim uchun. Hozir bu yerga offline hammani o'chiramiz. O'zbek, mana shu hammani o'chiramiz. Buni o'chirish uchun bu yerdan remove friend ni bosamiz. Mana o'chdi. Keyin boshqa akkaunt. Add friend yonida ko'rdingizlarmi bolalar? Shunda o'chirib boraveramiz. 20 ta. Nimaga deb tashlaydim bularga? O'zim ham hayronman. Xo'p bolalar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Barchangizga xayr, sog' salomat bo'linglar. Agar bu modlar kerak bo'lsa, menga murojaat qilsangiz, Telegram o'zimning lichkamni qoldirib qo'yaman. Agar menga qilsanglar, modlarni tashlab berishim mumkin. Hatto X3gacha. Lekin u serverlarda ishlamaydi. O'zingiz mod qo'yib, dunyoyingizda o'ynashingiz mumkin. Barchaga tomosha uchun xayr, sog' salomat bo'ling.